Assalomu alaykum ustozlar. Navbatdagi oldin 9 karrani o'rgatgan edim. Oson usul bilan endi 8 karrani o'rgatmoqchiman. Bolalarga juda ham oson bo'ladi ustozlar. Avval bitta ish qilamiz, 5 dan keyin 3 ta nuqta qo'yib olamiz. Hozir buni sababini tushuntiraman. 0 dan yozishni boshlayapmiz. 0, 1, 2, 3, 5 ga 4 bo'lyapti. 6 ga ham 4 raqamini yozamiz. 4, 5, 6, 7, 8 raqamini yozyapmiz. Endi e'tiborli bo'lasizlar, faqat juft raqamlarni yozamiz ustozlar. 8, 6, 4, 2. Endi 0 yozyapmiz. Yana davom etamiz. 8 bilan boshlaymiz. 8, 6, 4, 2 hamda 0 raqamlarini yozsak, karra jadvali hosil bo'lyapti ustozlar. Bu birinchi usuli. Endi ikkinchi usulni yozaman. Birlar xonasiga yozib chiqyapmiz. 8, 6, 4, 2 0larni. Yana yozyapmiz. 8, 6, 4, 2, 0. Endi ustozlar, o'nlar xonasiga yozyapmiz. 0, 1, 2, 3, 4. Yana 4, 5, 6, 7, 8. Mana ustozlar, kimga qanday bo'lsa, xohlagan ikkita usulda o'rgatishi mumkin bolajonlariga.